salomlashishda salom berguvchini odoblari bor. Doimo salom berguvchi birinchi salom berishga intilish kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom bu borada bizga namunadirlar. Doim birinchi salom bergan ekanlar, qarang. Doimo har qanday kishiga, u kattamidi, kichikmidi, u farzandimizmidi yoki qo'limizdagi bir xodimimizmi yoki bir o'quvchimiz ya shogirdimizmi, har qanday kishiga birinchi salom berish katta jasorat azizlar. Hamma ham buni qila olmaydi. Hamma ham buni qila olmaydi. Uning uchun inson sal pastroqqa tushishi kerak. Pastroqqa tushishi kerak. Salom berishni kutib turamiz. Chunki u kichkinada bizdan. Yoki u bizni shogirdimiz, yoki bir xizmat qo'limizdagi xodimimiz u salom berishga deb o'ylab qolamiz. Nafsimiz bo'ysingisi kelmaydi. Qarang, salomda nafsni sindirish ham bor. Nafsni tarbiya qilish bor. Kibrdan uzoqlashish bor. O'zini mutakabbirlikdan, katta olishdan tarbiyalash bor salomda. Doim salom birinchi berib yuring. Nafsimiz qanday tarbiyalanar ekan, hurmatimiz qanday oshar ekan. Do'stlarimiz bizni hurmat qiladiganlar qancha ko'payar ekan.